Rossiyada bir eksperiment bo'lib o'tadi. Bunga o'xshash eksperimentlar boshqa davlatlarda ham bo'lgan, lekin men shunisini topdim. Unga ko'ra 4 ta boladan ikkita shaklni rangini so'rashadi. Какого цвета пирамидки? Обе белые. Обе белые. Обе белые. Обе белые. Menimcha tushundingiz. Bu faqat yosh bola bilan o'tkazilmagan. Eng achinarlisi bu holat kattalar bilan ham xuddi shunaqa sodir bo'lgan. Цвета пирамидки. Обе белые. Обе белые. Обе белые. Обе белые. Белые. Обе белые. Biratni ustidan kulishimiz xato bo'lsa kerak. Misol uchun o'zida qanchadan qancha gapirgis kelgan, alam qilgan va armon bo'lib qolib ketgan gaplaringiz bor. To'g'rimi? Hozirgi yoshimizga qanaqa bunchalik tez yetib kelganimizni o'zimizdan bilmaymiz. Bilasizmi, eng alamlisi nima? Barcha armonlarimizga biz eng qadrlaydigan narsa odamlarning fikri sabab. Kimyogar Jon Faustning bir gapi bor edi. 18 yoshingizda odamlar men haqimda nima deb o'ylarkan deysiz. Va 40 yoshingizda odamlar fikri menga qiziq emas degan fikrda yashaysiz. Lekin 60 yoshga kelib, siz haqingizda hech kim o'ylab ham ko'rmaganligini anglab yetasiz. Ajoyib so'zlar, ha? Afsuski bu haqiqat. Menimcha aynan shuning uchun yosh kattalardan so'rashganda ularning aksariyati agar yoshlikka qaytsam boshqacha yashagan bo'lardim deyshadi. To'g'rimi? Hech bo'lmasa biz afsuslanmasdan yashaylik. O'z xohlaganingizda yashaylik. Men va barcha kontent qiluvchilar o'z hurmatini garovga qo'yishadi. Agar ular noto'g'ri mavzuda noto'g'ri gapirib qo'ysa, bu ularning butun umrlik hurmatiga ta'sir qiladi deb o'ylaysizmi? Holat umuman unaqa emas. Bu Donald Trump. Uni 6 ta biznesi bankrot bo'lgan. Shaxsiy kazinosi bor. Mafiyalar bilan noqonuniy ishlagan va 34 ta javobsiz jinoyatlari bor. Va u Amerikaning rasmiy prezidenti. Yoki bo'lmasam bu Saturn, MMA jangchisi. Yaqinda Instagramda hype qilib va har xil qiliqlari va gaplari uchun odamlar uni ustidan kuldi. Lekin hozir bu degani siz ham hype qiling, jinoyat qiling degani emas. Bu degani odamlar shunaqangi qiyin vaziyatlarda butun auditoriya ularni yomon ko'rib qolgan holatida ham ular hurmatga sazovor bo'ldi. Shunaqa deb o'ylayman. Aytgancha menga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang, chunki biz sizlar bilan hali umuman ochilmagan mavzular haqida gaplashamiz. Endi keling, siz bilan salgina umumiy gaplashamiz, chunki qanaqadir faktlar va har xil hozirgacha qanaqadir faktlar, qanaqadir iqtiboslar haqida ko'proq o'qidim. Endi umumiy men o'zimning fikrimni aytaman. Chunki agar men rostdan ham odamlarning fikriga umuman qo'shilmagan, ya'ni umuman odamlarning fikriga quloq solmaganimda, men umuman boshqa birdaniga mavzularni boshlab turib, hozir o'zi qilmoqchi bo'lgan videolarim haqida qilardim. Va bu qanaqadir ma'noda o'zimga himoya va o'zimga qanaqadir motivatsiya va menimcha bunaqa video qilish shunchaki keyinchalik to'xtatib qo'yishdan ko'ra yaxshiroq. Ertaga nimadir bo'lib turib, qanaqadir yomon fikr eshitganimdan keyin to'xtatib qo'ymasligimga yordam beradi. Odamlar nima deydi? Hayotingni ulardan uzoqda qur. Odamlar nima deydi? Ko'p o'ylasang demak bo'ladi haqu. Odamlar nima deydi? Deb o'ylasang yashamaganing ma'qul. Odamlar har doim nimadir deydi. Sen bu gaplarga bo'l ma'qul. 10 yildan ziyoddan beri ijod qiladi, qo'shiq aytadi Konsta va men Konstani tanib boshlaganimga taxminan 5-6 yil bo'ldi. Katta ehtimol sizni Konstani taniganingizga 1-2 yil bo'ldi, menimcha. Ya'ni o'z fikringizni yozib qoldiring, qancha bo'ldi, qanchadan beri Konstani taniysiz. Lekin taxminan shunaqa 1-2 yil. Ya'ni tushunyapsiz, natija qachon kelishini hech kim bilmaydi, birinchidan. Bu gaplar sizdan ham ko'ra men o'zimga ko'proq taalluqli. Menga ertaga to'xtatib qolmasligimga yordam beradi. Aytganimdek. Biz ham harakat qilaylikchi, bu yoq peshonada.